Yana yurtimiz hayotiga oid xabarlarga qaytamiz. Ustoz bu ta'lim-tarbiya berish bilan birga yosh avlodga hayotda o'z o'rnini topishiga yo'l yo'riq ko'rsatuvchi insondir. Farg'ona viloyati Beshariq tumanida istiqomat qiluvchi Mirodil Muhiddinov ham imkoniyati cheklanganiga qaramay, ana shunday fidoyi ustozlar sabab bugun yetuk usta bo'lib yetishmoqda. Hozirgi reportajimiz shu haqda. 25 yoshli Mirodil, u deyarli 8 yildan beri mana shu kichik ustaxonada o'z faoliyatini olib bormoqda. Uni mahalladoshi va ustozi Asror aka yoniga olib, asta-sekin duradgorchilikning sir asrorlarini o'rgatdi. Shu asnoda Mirodil o'zi singari imkoniyati cheklangan yana 2 nafar usta do'stlari bilan oylik maoshli ishga o'tishdi. Men 2017-yildan beri o'z ish faoliyatimni olib boraman. Uyda o'tirib qolmaslik va odamlardan ajramaslik uchun shu yerga ishga kirganman. 3 yil davomida shogird bo'lib yurib, hozirda shu ustachilik bilan shug'ullanyapman. Bu yerda stanokda ishlashlarini ham o'rganganman. Oyligim va ishim hammasi qoniqarli va o'zimga yoqadi. Men ham shu odamlar ichida ekanimdan xursandman. Oyligim butun oilamga va bola-chaqamga yetmoqda. Kelajakda yaxshi usta bo'lib yetishishga harakat qilaman. U hozirda ushbu ustaxonada bosh oynakchi vazifasida ishlab kelmoqda. Qat'iyatli va shijoatli Mirodil halol mehnat ortidan butun boshli ro'zg'orini hech kimga muhtoj qilmay tebratib kelmoqda. Bugun uning o'rtacha oyligi 6 million so'mni tashkil etadi. Astoydil qilinayotgan mehnatlar negizida ko'zlangan maqsad esa o'zining shaxsiy ustaxonasini ochishdir. Hilola Abduqodirova, Nodir Fozilov, Farg'onadan.